Qabrda bunday savollarga miya emas, qalb javob beradi. Insonning javoblari uning Alloh nazdidagi maqomiga ko'ra bo'ladi. Agar u Allohni va uning payg'ambarlarini rad etgan bo'lsa, u savollarga javob bera olmaydi. Hatto u musulmon bo'la turib hayoti davomida gunoh bilan yashagan bo'lsa, javob berayotganida tili o'ziga bo'ysunmay qoladi. Ba'zilar uchun bu holat farishtalar bilan oddiy bir suhbatdek o'tadi, ammo boshqalar uchun esa so'roq savol jarayoni og'riqli kechadi. Jahannam eshiklari ochiladi hamda undagi dahshatli holatlar ko'rsatiladi. Qabrning mashaqqatlaridan azob chekishni boshlaydi. Olov tafti va jahannam hidi kelib turadi. Qabri torayib, uni siqa boshlaydi. Shunda qora yuzli bir odam paydo bo'lib, uning qarshisiga keladi va shunday deydi: "Mana shu senga va'da qilingan kundir." Ruh undan qo'rqib so'raydi: "Sen kimsan?" "Men sening yomon amallaringman. Olgan sudxo'rliging, qilgan g'iybating, harom narsalarga tashlagan nazaringman. Nega qo'rqyapsan? Axir meni hayoting davomida yaxshi ko'rar eding-ku. Mana bugun men sening qarshingda turibman." Shu payt ruh: "Ey Robbim, qiyomatni qoyim qilmagin" deb duo qiladi. Zayd ibn Sobit aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Banu Najjor qabilasiga tegishli bog'ga bordik. Hayvonlarni minib olgan edilar. Birdan hayvon qo'rqib ketdi va Rasulullohni yiqitishiga sal qoldi. Qarasak, yaqin joyda bir necha qabr bor ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu yerda dafn qilingan odamlar qabrda azob chekmoqda. Agar o'lganlarni ko'may qo'yishingizdan qo'rqmaganimda, qabrdagi azob uqubatni xuddi men eshitganimdek sizlarga ham eshittirishlarini so'rar edim dedilar. Keyin yuzlarini biz tomonga burib, qabr azobidan Allohdan panoh so'ranglar dedilar. Mana u yangi uyingiz. Yer ustida hammasi yorug' va rangli edi. Ammo bu yerda hamma yoq qorong'u. Hammasi shunchalik tez tugadi. To'g'rimi? Siz yoki "Ey Alloh, aynan bir imkon ber, va'da beraman, hammasini to'g'rilayman" dersiz. Axir Alloh sizga hayotingizning har lahzasida sanoqsiz imkoniyat bergan edi-ku. Yoki barcha hamd va sano Allohga bo'lsin deysiz. Chunki hayotingiz davomida oxiratingizga zarar beruvchi ish qilmagansiz. Haromdan uzoq turgansiz, majburiyatlaringizni ado qilgansiz, dunyodagi vazifalaringizni nihoyasiga yetkazgansiz. Endi mukofotni olish uchun yo'lga tushdingiz. Qabr esa sizning ilk bekatingizdir. Agar siz ushbu